faqat shuni o'ylab o'tiribman. Biror bir kishi bilan mana shunday bir tortishuvga yoki bir adovat uyg'onganmi biror bir shaxs bilan oralaringizda? Misol uchun deylik 1 oy, 2 oy yoki bir 3 oy avval nari berdi plus minus. Yaqin oralarda kimdir bilan bir qattiq tortishib yoki kimnidir haqqiga yoki kimdir sizning haqqingizga kabi holatda Yo'q, aka, men unaqa kelishmaydigan bola emasman. Bilmadim, mana hozir mana hali svet lampochka zo'r sal hali odamdek ko'rinyapman, bir urushqoqroq haligida. Yo'q, akajon, men unaqa emas. Oldinlar maktabda ko'p janjalchi bo'lganman aka. Haligi bolalar bilan urushqoq bo'lib, o'shani orqasidan bir marta sudlanganman. Shundan keyin hech qachon urushmaydigan, faqat kelishib nima deydi, nima bo'lsa tinch. Haligi hatto so'kish bunaqa narsalar bo'lishi mumkin emas aka. Men doim bir-birimizni tushunishga harakat qilganman. Kim bilan suhbatga kirishsam, hech qachon bunday narsa bo'lmagan. Endi men bilmadim nimaga bu narsa aynan menda sodir bo'ldi bunday voqea. Men shu narsaga tushuna olmadim, lekin siz aytgan bir gapingiz taskin berdi. Har qalay siz o'sha eshitgan ekansizki, boshqa fuqarolarda ham masalan shunday qilib Telegram profiliga kirib olayotganligi haqida. Men o'yladim, bu dedim, bu gapimga ishonmasa-chi odamlar, ya'ni nima deydi? Gapimga to'g'ri akajon? Bu yerda bizlar misol uchun ovoz eshityapsizmi endi? Ha, endi yaxshi kelyapti. Qarang, bu yerda kimnidir jazolash, kimnidir qamatish, kimgadir bir 3 yil, 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini bo'yniga bosib olish emasda maqsad. Bu yerda haqni yuzaga chiqarish. Agar siz haq bo'lsangiz, Xudo xolasa, Allohning o'zi sizni qo'llaydi. Haq bo'ladigan bo'lsa, agar nohaq bo'ladigan bo'lsangiz, Allohning o'zi sizga nisbatan belgilanadigan jazoni belgilab qo'yadi va o'sha chiziqni Allohning o'zi chizib rejasini to'g'rilab qo'yadi va o'sha reja asosida hammasi birin-ketin bo'ladi. Men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, endi siz hozir yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz, men musulmonman, Muzaffar deyapsiz. Bundan tashqari musulmon ekanligingizni shahodat kalimasi bilan isbotlab berasiz. Men ham bir musulmon sifatida, mu'min sifatida sizni musulmonligingizga ishonchim komil bo'lyapti. Men o'zi tabiatan ko'nglim bo'sh, juda ham tez ishonuvchanman. Gumonim siz bizning safimizdan bo'ling, musulmonlardan bo'ling, haq bo'ling, sizning nomingizdan o'sha harakatlarni kimdir sodir qilgan bo'lsa, Xudo xolasa javobgarlikka tortiladi va javobini beradi. Boy yuqoridagi narsaki, bu kabi holat bitta sizda kuzatilgani yo'q, lekin sizdagi holat kabi holat yo'q-da. Ya'ni Telegramga ko'pchilik ulanib olyapti, apki fayl tashlayapti, qara seni sudga chaqiryapti. Seni ijtimoiy tarmoqda yalang'och videoingni ko'rib qoldim. Seni menimcha xating bor ekan, majburiy ijrodan uyingga xat boryapti, prokuratura chaqiryapti, ichki ishlar chaqiryapti degan linklarni, havolalarni tashlayapti. Yo bo'lmasa prezident ayollarga menimcha pul beryapti, yo prezident menimchadan ehson qilyapti, subsidiya beryapti, moddiy yordam beryapti degan xabarlar tashlayapti-da. Odamlarimiz o'sha narsaga ishonib, o'sha linkka kirib qo'yapti. Kirgandan keyin Telegramni ularning ixtiyoriga o'tib ketib qolyapti. Ularning ixtiyoriga o'tgandan ular o'sha Telegramdan, ya'ni bizani fuqaromizni Telegramdan o'zlari xohlagan yo'lda, o'zlari xohlagan usullarda foydalanyapti. Balki sizni Telegramingizdan ham shu kabi holatlar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Shu kabi firibgarlar sizni Telegramingizdan foydalangan bo'lishi mumkin. Agar yuqorida ta'kidlaganligingiz bo'yicha men sizni o'zimiz safimizdan deb hisoblayapman va o'ylayapman, Xudo xolasa meni o'ylashlarim to'g'ri bo'lib chiqsin, to'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa, men o'zim ham aka siz nomingizdan mana shu harakatni sodir qilgan shaxsni topishga yordam beraman. Men o'zim ham qo'limdan kelgancha sizni himoya qilishga yordam beraman. Faqatki qachonki sizni nomingizdan Telegramingizga kimdir kirib mana shu narsalarni amalga oshirganligi isbotlanadigan bo'lsagina. Rahmat akajon. Xursand bo'ldim. Sizga katta rahmat. Endi bu ham boya ikkalamiz gaplashib oldik o'sha ijtimoiy tarmoqda. Siz bilan meni ko'rayotgan odamlar sizga nisbatan agar shu harakatlarni qilmaganman degan talab bilan chiqyapsiz, noto'g'ri tushunchaga borib qolmasin. Mana men musulmonman, hurmatli fuqarolar, hurmatli vatandoshlar, bu kishini talabi nima bo'lyapti? Shohruh akani menga o'zlari telefon qildi, hozir gaplashdik, efir qilishimizdan bir 15 minut oldin ikkalamiz gaplashdik.
Bu kishi holat bo'yicha menga tushuntirish berdi. Keyin mendan taklif chiqdi. Aka, keling shu gaplashishimizni Instagramda pramo efir orqali gaplashaylik. Odamlar ko'rsin shu narsani, siz shunga rozimisiz? Odamlar zapis qilib olishi mumkin, ijtimoiy tarmoqqa joylashi mumkin. Ikkalamiz suhbatimizni roziligini oldim. To'g'rimi? O'zingiz rozi bo'lsiz, aka? Shunday aka, o'zim rozi bo'ldim. O'zim bilan. Endi bu kishi men qilmaganman degan talab bilan chiqyapti. Endi xudo xolasa hammasini vaqt ko'rsatadi. Vaqti bilan agar rostdan ham Shohrux aka o'sha xabarlarni yozmagan bo'lsa, bu kishiga nisbatan hech qanday javobgarlik belgilanmaydi va Shohrux akani nomidan kimdir yozganligi agar aniqlanadigan bo'lsa va o'shani topilishga harakat qilinadi va o'sha topilgan shaxslar javobgarlikka tortiladi. Shohrux aka yuqorida menga Muzaffar men musulmonman dedi, islom diniga e'tiqod qilaman dedi. Bundan tashqari hozir efirda aytmagan bir qancha yana gaplarni aytib o'tdi. Endi bu ilm, dunyoviy ilm ham bo'lishi mumkin, shaxsda diniy ilm ham bo'lishi mumkin. Bilamiz, misol uchun bir qancha musulmon islom diniga e'tiqod qiladigan, islom rukunlari bo'yicha da'vat qiladigan shaxslardan boshqa bir dinlarni kitoblarini, o'sha boshqa bir dinlarni qonun qoidalarini yaxshi o'zlashtirganligi haqida ma'lumotlar borda. Misol Nayk degan shaxs bor, taniysizmi? Juda ham ilmli, bearrahmat dinlarni o'rganib chiqqan odam. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, bu bola ham xuddi shunday. O'zi aslida bir e'tiqodi boshqa dinga mansub, lekin hozir shuncha musulmon odam buni kuzatib turganligi uchun bu yerda qandaydir bir yolg'onlarni ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bir qancha bilimlarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, islom diniga ham ega, xristian diniga taalluqli bo'lgan ta'limotga ham ega, nasorolarnikiga ham ega, buddaviylikka ham, zardushiylikka ham, mana shu barcha dinlar ta'lim olgan bo'lishi mumkin, lekin dunyoqarashi, e'tiqodi boshqa bo'lishi mumkin degan shubha gumonga ham borgan bo'lishi mumkin fuqarolarimiz. Aka, yana bir skrinshotga mana hozir men yana bir qarab qilyapman-da, hayron qolyapman. Qarang, payg'ambarimiz kim bo'lgan degan savol berilyapti. Go'yoki meni profilimdagi shaxs sirazi haqoratga o'tib ketyapti. Qanaqasiga u yerda so'kish masalanda tasavvur qiling, mani go'yoki birov so'kkan bo'lsa, men unga javob tarzida buni misol uchun aytgan bo'lishim mumkin ya'ni bo'lardi-da agar men o'sha profilni ishlatsam. U yerda aka tinch yozilyapti, unga haqorat bilan javob qilinyapti. Bu qanaqa insoniylikka to'g'ri? Bu bunaqa yozish uchun odam aka, meni kechirasiz, odam bo'lmaslik kerak-da bu. Shunday. Endi menimcha tushuntirish kerak bo'lgan hamma ma'lumotlar berib o'tilindi. Bizlar xulosa bermaymiz. Xulosa sizlarning o'zlaringizga. Hali bu masala yuzasidan bir qancha proseslar oldinda turibdi. Shohrux akani ertaga tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirganmi sizni? Ha, chaqirtirgan aka. Keyin o'sha borganimdan keyin o'sha chiqqanimdami sizga yozib yuborsam bo'ladimi? Aka, men bunday holat bo'ldi. Men shuni maslahatlashdik, buni gaplashdik deb sizga hali qilsam bo'ladi-da, shuni haligi siz agar chiqarishga loyiq narsa bo'lsa chiqarasiz-ku baribir. Albatta. Bo'lmasa, hozir suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz, chunki odamlar uchun qiziq bo'lgan savollarga ikkalamiz hozir javob berib o'tib ketdik. Xulosa odamlarning o'zlariga qoladi. Hamma o'zini dunyoqarashidan, ta'limotidan, ilmidan kelib chiqqan holatda o'zi uchun xulosa qiladi. Bizlar kimdir uchun xulosa bermaymiz va bo'lmasa siz hozir yotib damingizni olavering bemalol. Mana shu nimamizni joylaymiz. Kim haqligini, kim nohaqligini, siz sodir qildingizmi, siz sodir qilmadingizmi, rostdan ham telegramingizga kimdir ulandimi, kimdir ulanolmadimi, bu narsani xudo xolasa vaqt ko'rsatadi. Hozirda o'zida buni yarim soat ichida hammasini aniqlab, hammasiga javobgarlik belgilab tashlashga imkoniyati yo'q. Bu protsessual jarayon bu. Ya'ni bir nechta etapdan iborat bo'lgan jarayon. Ertaga xudo xolasa sizni chaqirar ekan, borasiz, suhbat bo'ladi. Suhbatdan chiqqandan keyin Muzaffarjonda telefon qilsiz, aka, telefonni olaman. Atrofda ikkalamiz gaplashib olamiz va odamlarga yetkazishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, birgalashib xuddi mana shu holatdagini yetkazamiz. Ma'qul bo'ladimi sizga? Bo'ldi, tushundim akajon. Shunday qilamiz. Buni hop profilga qo'yasizmi? Ha, qo'yishga siz rozimisiz? Ha, roziman aka, shu qo'ying, yaxshi bo'lsin. U videochi, u turaveradimi hozircha? Qaysi? Bu hozir oxirgi videosi.
Misol uchun bu yerda bunaqa protsess borda, u videoni agar olib tashlaydigan bo'lsak, bu videomizning maqsad ma'nosi noaniq bo'lib qoladi. O'sha sababli uni ham o'tib ko'rish kerak bo'ladi. O'sha sababli ikkalasi ham hozircha turib tursin, keyin protsessga qarab, jarayonga qarab, holatdan kelib chiqqan holat ikkalamiz bu yog'ini kelishib nima qilib ketaveramiz. Tushundim akajonim, rahmat sizga aka, katta rahmat. Siz gaplashib, nima bo'lgani bo'yicha Muzaffarjon, mana shunaqa holatsiz yana gaplashib olamiz. Bo'ldi, shunday qilaman akajon, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p. Menimcha ko'rdilaringiz, hurmatli vatandoshlar, efirimiz u kishi bilan ozgina bugungi suhbatdan iborat edi. Bugungi bo'lgan voqea yuzasidan, bugungi u kishi bilan gaplashganligimiz yuzasidan bir nechta savollarga odamlarga Muzaffar javob berib o'taylik dedi va xo'p deb men u kishi bilan efir qilishlikka rozi bo'ldim va mana hozir efirda ko'rdilaringiz. Endi xulosani biza bermaymiz. Yuqorida ham ta'kidladim, men xulosa bermayman. Men faqatgina o'sha kommentariyada yozilgan odamlarning so'zlaridan kelib chiqqan holatda bu kishiga bir nechta savol berib o'tdim. Ko'rdilaringiz, bu kishi men yozmaganman deyapti va men musulmonman deyapti. Bundan tashqari islom diniga e'tiqod qilar ekan, o'zini musulmonligini, islom diniga e'tiqod qiluvchi shaxsligini, payg'ambarimizning ummati ekanligini, shahodat kalimasini keltirib tasdiqlab ham o'tdi va Telegramiga boshqa bir shaxslar ulon olganligi bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Endi bu ma'lumotlar qanchalik haq, qanchalik nohaq, qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, bu narsani vaqt ko'rsatadi. Bo'lmasa efirni men ham yakunlayman. Hammalaringizga xayrli tun, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Qolgan masalalarni huquqiy tomonlama o'zimizning savol-javobimizni boshqa kuni promo efir qilaman, o'shanda gaplashamiz. Hozir agar kimnidir huquqiy savollariga javob bera olmagan bo'lsam, xafagarchilik bo'lmasa, har doimgidek o'sha Instagram profilim tepasiga qadalgan link orqali Telegramga o'tib, huquqiy savollar bo'lsa yozib qoldirishlaringiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar.